Assalomu alaykum, hurmatli xalq bilsin kanalining hurmatli kuzatuvchilari, sog'mi, salommi, salomatli, hech charchamas deyapsizlar. Do'stlar, ushbu videomizni o'tirmay oxirlarini ko'ramiz. Sizlarga manfaatli va foydali video bo'ladi deb umiddaman. Do'stlar, yaqinda Cobalt alamanda bo'lgan do'stlara ushbu videomizni jo'natib bir like bosib qo'yamiz. Tayishi ko'rib turgan Cobaltimiz zudlik bilan sotiladi. Holati o'ta a'lo, hech yerinde hattoki kraski degan narsani kırılgan yer ham yo'q. Ajoyib, holati zo'r, yana ko'rib turganlaringizdek. Balonlari normal holatda, mashinamiz metanda, sveti ko'rib turganlaringizdek oq. 2023-yilniki salonlari qo'shadan yana ko'rib turganlaringizdek. Salon holatlari ham ajoyib, poliklari do'shalib turibdi yana. Opa, gap bo'lishi mumkin emas. Avtomat do'stlar, mexanik emas. 2023niki az yurib turganini ko'rsatamiz. Smartfonlari bor. O'zi metanda. Nechanchi pokoleniya edi metani? 3-chi pokoleniya metani. Do'stlar, yurib turgani, ya'ni 48124 ko'rib turganlaringizdek. Egadan bu. Olib satar emas, egadan srochni satacak bo'lib turibdilar. Ekranda nomer qoldirib o'tib ketamiz. Bemalol bog'lansangizlar bo'ladi. Hech yerlari kırılgan emas, saqlanib, kutib haydalgan, oilada haydalib turgan mashin taksicilik ishlanmagan, zo'r. Narxini dedi, ya'ni kelishamiz dedi, ekranda nomerda telefon qilsalar dedi, kelishamiz. Pulini ham 1-2 oy qarash qilamiz, ya'ni durib beramiz deb turibdi. To'g'ri emasmi? 3-4 ay koyup beramiz dedi, pulundan dedi, yetmeyen pulundan dedi. Srochni zudlik bilan satılacak, ekrandaki nomerlere telefon etseniz bo'ladi. Sağ olunlar, selamet olunlar, kanalımıza abone olunlar. Sizlerden olup yegen berdiği Halk Bilsin kanalı oldu. Kimde kim aladan bolsa, Xudayım yaxshi günlerine, toylara minish nasip etsin.